Assalamu alaykum hurmatly mekendeshler jana Bay TV kanalının katta alışları. Bugün 23 may 2021 yıl Özgön mal bazarındayız. Bugünkü çarşıda Özgön mal bazarından жылқылардың жана бей байталдардың бағаларын біліп бермекчибиз. Базарда негизи чабараттар аз болгондугуна байланыштуу ушул жерде баарын бир чыгарыш кылып чыгарабыз. Андыктан биз менен бирге болуп лайк басып колдоп туруңуздар. Мынау бышты 129 миң сомго сатып алыныптыр. Аз сатып алып дагы бул жерде байлап аткан жүргөн 129 миң болду. Nol, öte sındığı eken 350 ming so'm. Forması da jayında eken. Pazar qancha so'radi aka? Pazar qancha so'radi? 180. Yaşıcha? 3 yası. İşi ulağı uyuru. Ha. Öte sındığı eken qaranızlar. Ulağı uyuru diyor aka. Qanday? Ulağı men uyuru garanti. Ulağı men uyuru garanti deydi görürsüz. Nomer aytib qo'yasiz bu? 77 bilen 61 45 46 da. Uşul nomerge baylansa şul 3 yası attın heysi. Biroq öte sındığı eken. Forması dağı buttары jayında eken. Görürsüz baylanış. Aka qancha odasiz? 100 ming so'm kemi bor ekan, qarangizlar. O'ta bo'yi dag'i biyiq sındığı eken. Yaşıcha aka? Ekasi. İşi ulağı uyuru. Uyuruga qo'yildi, ulağı bor. Uyuruga qo'yildi eken, ulağı bor eken, garantiya qarangizlar. Ha, ko'ringizlar. Bo'yi 1.65 chiqadi ekan, qarangizlar. O'ta ulağı jaray turganiqlar ekan. Nomer aytib qo'yasiz aka? 709 18 16 nomerine baylansızlar. Uşul 1.65 İK'sı yattı neyse baylanışıp söyleşip görürsünüz aranızda. John. 10 liraga mına kocan. Anca? Garanta 100 liraga. 10 Son oldu ha? Buna eşek 9,5 ming so'mga satib olibdir. Az pazardan yeterli ketdi. Bu qancha dolar aka? Ko'ratasizmi aka? Ko'ratasizmi deyim. Biro'nikin ko'ratam deydi. Hozir nol. Ko'rat suraldi, ko'ratda ancha bo'lar ekan. Ko'ratdagi negizi ko'ratda qiziqqanlari ko'p bo'lar ekan-da. Ko'ratda tartib qo'yib sanaqchi. Buni ko'rat qancha bo'ladi? Qancha bo'ladi? 200 ming so'm. Yaşıcha? 3 yası. 200 ming so'm 3 yası. Ko'ratni ko'ringizlar. Bozor qancha so'radi? Hozir kelgan. İşi ulağı uyurucha? Ulağı garanti deydi. Yaxshi. Nomer aytib qo'ysanlar? Nomer aytib qo'ysanlar? 70 bilen 220 03 40 63 220 bilen ekan, ha? Şu nomerge baylanışsızlar. Baylanışıp söyleşip görürsüz şu hattını. Nal qara atda ötü. Qancha bo'ladi aka qara at? 160? Yaşıcha? Ekasi ekan, yaşı. 167. Pazar qancha so'radi aka? Biro'niki ko'ratasiz. Biro'niki ekan, ko'ratam deydi. Yaxshi. Aka qancha odasiz? Kimsiz? Jana at so'rab qo'yilasiz jana. 120 ming so'm. Yaşıcha? Ekasi ekan qarangizlar. İşi ulağı uyuriladi. Garantiya. İşi ulağı garantiya deydi. Nomer aytib qo'yasiz? Telefon o'rnaqlab bu yerda sotamiz. Shu yerda sotamiz deydi. Jo, baytova. Hozir biz shu qatorlarni rabochiyatlarga o'tib, rabochiyatlardan biraz ma'lumot olib so'rab beraylik. Rabochiyatlar bugungi kunda qanday bo'ladi? O'rta basi, andan keyin eng arzonroqlaridagi qarab qancha bo'lganini so'raylik. Nol 90 ming so'm kemi bor deydi. Rabochiyat ekan.
Bazar qancha so'radi ekan? Qancha so'radi bazar? 80 so'rayotgan. 80 so'radi deydi. 80 ga berib deydi. Рабочий atpaga? Uloq. Qancha? 120 ming so'm. Jashi-chi? Jashi. Jan asli ekan nazar. Uloqqa yurasiz kerak ekan-da? Uloqqa. Yuranggan, garantiya deydi. Ko'rasiz. Yaxshi otgan biroq. Turishtirpasda. Al shu qator emas, rabochatlarni bilsizlar. So'rayli, rabochatlar. O'ta yaxshi ekan. O'ta yaxshi ekan ular. Qanday rабочий atpaga? Qancha do'st? 200 ming so'm oladi. Qancha so'radi bozorga? Jashi qancha? Ekasi ekan. Jashi ekasi ekan. Rабочий atmi? Qancha? 90 ming so'm. Jashi-chi? Jan asli ekan-da. Aslılar, bir de daha rabochatlardı. Rабочий atpaga? Qancha do'tasizlar? Biraz zarıqroq ekan biroq. Aka qancha do'sa rабочий atdi? 90 ming so'm kem orda ekan. Rабочий atmi? Mingi chat deydi. Az mal yolunda sırayla rабочий atken. Hazır koyunca rабочий at soranlar ko'p bo'ladi-da. 88 ming aldınız bakan? 88 ming so'mga alınıp turna. Rабочий at. Shunday atlardı ortu. Qarab, shunday 88 80'nin ödesinde alsanızlar болады ekan. Az beri dağı bağıldı ekan, ошол жерден дагы biraz малмадан берелим ал жерде. Көрөчү. Ya sana almayız. Bak 80 ming so'mga satып alındı азыр ал жерде. Жана bağыл аткан жерден ушул сатылып тур 80 ming so'mga. Жашы канча экен ага? Кунанмы? Кунан экен. 80 ming so'mga satып alınып тур кунан. Bundan 130 ming so'm kem var edi. Öte жақсы аттың баласы екен. Өзі дағы мына туруш турпаты өте сон екен. Таза қара байыр екен. Туруш турпаттары жақсы. Базар қанша сұрады аға? 100'ge verilmedi. 100'ge verilmedi. Номерді айтып қойшы, қызыққандар болса құнан бойынша. 771 82 04 00 номеріне байланышасыздар. Қараңыздар. Өте жақсы құнан екен. Артынан да бір сірә көрсетіп қойын. Өріп çaktırganlar olsa baylanışıp görürsün mü? Nal, kunan 150 ming so'm kem vardı ekan. Bazar qancha so'radik ham? 100 so'rayotdi. Bermeding ham. 100 ming so'rabdi, bermedik deydi. Kunan ekan. Qaranglar, o'ta cho'ng. Bo'yidagi o'ta yaxshi kunan ekan. Nanda al qo'y. Nede daha öte yaxshi kunanlar çıktı. Nol kunandağı sırap görüyoruz. Qancha oladı ekan? Kunan qancha oladı? 100 ming so'm. Bazar qancha so'radi? 85 ga teң ko'tardi. 80-85 ga teң ko'tardi kunanni. Yaxshi kunan ekan biroq. Hozir biz shul jaqdan qatarlemi, baytalдар tarafты tartib, andan keyin shul qulunlarni, kichkina taylarni tartib ko'rsatamiz. Андықтан biz bilan birga o'tiringizlar. Buna tay 65 ming so'mga sotib olmoqdir. Erkek tay. Nal, жаңы açma, 120 ming so'm quluni bilan. Qulun erkek burg'achiba? Erkek qulun ekan. 120 ming so'm so'ralgan ekan. Bazar qancha qoldi? Sıran yok. Narxıсын 130 qıldı. Narxıсын 130 ming so'm oldu. Az bu жағынан ötüp daha bir ko'rsatib qo'yalım. Özü 150 ming so'm deb atgan nol. Ko'ringizlar buni. Bu qancha qulun bo'ladi aka? Ikkinchi qulun ekan.
150 ming so'm deb 130 ming so'm so'radi, berbedik deydi. Qarangizlar. Biroq qulun erkek burg'achi bu. Qulun erkek ekan. Narxi chekidagi ko'kbe. Buni 140 dedingiz ha? 140 ming so'm deyotgan mana. Qulun urg'achi. Qulun urg'achi ekan. Qanchach qulun? 4 tutudi. 4 tutgan be ekan. Yaxshi. Ular hozir sağında уже bo'ladi, ha? Ko'pga saldı bo'lsa. Salmalga alsanızlar da bo'ladi ekan mana shunday bola. Yaxshi, alар do'stlar. Gegla. Nal, o'ta sonun be. Jasıdırı varken 10 degan. 110 bo'lgani berib turadi. 110 ming so'mga sotib olinibdi. Bir qo'shib qo'yish kerak endi. 10 degan bedeyni var ekan. Ne görürsün? Yaxshi olinibdi. Bozbe 100 ming so'm kem var deydi. Hozir tuğsa 3-chi to'y deydi buyursa. Ko'ringizlar. Bozor qancha so'radi ekan? So'rachat. Har qanday so'radi deydi bozor. Yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. Hozir mana sezon boshlangan salmal. Ko'pchilik qulunlu beyler chiqibdir bugun dag'i. 130 ming so'm kem var dedi ekan. Be qulun bilan. Qulun erkek burg'achi ekan? Urg'achi. Qancha qulun? 3-chi qulun. 3-chi qulun ekan. Bozor qancha so'radi ekan? 110. Bozor 110 ming so'm bo'ldi deydi, berberdim deydi. Qarangizlar. O'ta yaxshi. Qulunda yaxshi ekan. Be qulun qancha bo'ladi, ha? Qanday? Assalomu alaykum. Yaxshi ekindingizmi? 119 ga oldim. 119 aldınız. 119 ming so'mga alınıptır bina be qulun. Satamın gara. Çay pul çıksa satam deydi navam görürsüz. Bir qulun erkek burgan urg'achi. Qulunni erkek ha? Urg'achi ekan quluni. Yaxshi. Alloh rozi bo'lsin. Aqrin aga. Mana Salbe ekan, Salbe so'raganlarga shu 110 ming so'm kemorna qulunni shula. Erkek urg'achi bu. Erkek. Quluni erkek ekan. Shu Salbe ekan. 110 ming so'm kemor. Shunday belerde alsangızlar bo'ladi. Shunda bir 100 'ün naraq berag'in bog'lashib alsangızlar bo'ladi ekan. Ben görememedi. Bu işi men işteyim. Yaxshi. Alloh rozi bo'lsin. Ishingizga iyilik. Nerdan Bozbey salchi Bozbey so'raganlarga dag'i. Mana Bozbey qancha bo'ldi to'sin? 100 ming so'm. Qancha so'rayapti hozir? 86. 86 so'radi. Tusa qancha olsa bo'ladi? 5-chi olasa bo'ladi. Tusa 5-chi olasa bo'ladi ekan. Hozir biz o'sha mana Tay bozor qaraga. Tay bozor tarafga keldik. Tay bozorlarda bugungi taylardan balar qanday o'tadi? Biraz ma'lumot olib beraylik, qanchadan o'tadi. Aka, taylar qanchadan bo'ladi sizga? Ha? 40 ming so'mdan deydi. Mana ikki tay. Taylar qanchadan bo'ladi aka? 35 ming so'mdan. Ekotenglar? Urg'achi erkeklar? Ekoteng urg'achi taylar ekan. 35 ming so'mdan kemi bor deydi. Bozor qanchadan so'radi? So'raylik. So'raylik deydi. Tay qancha bo'ladi ava? 64 aldingizmi? 60 ming so'm kemi bor deydi. Qancha so'rachat? 45. Urg'achi erkek baga? Urg'achi. Bu taycha? 50 ming so'm kemi bor deydi. Urg'achi erkek baga? Urg'achi ekan bu dag'ini. Yaxshi. Buna tay qancha bo'ladi? Aka? Ha? 40 ming so'm. Urg'achi erkek? Urg'achi taymi? Urg'achi tay ekan. 40 ming so'm kemi bor shu tayni. İki tay, assalomu alaykum. İki tay qancha bo'ladi? İki tay 40 so'mdan ne? 40 ming so'mdan, ha. Qanchadan so'rayapti? Arqıl so'radi. Arqıl so'rayapti. Urg'achi erkek. Biri urg'achi, biri erkek. Biri erkek, biri urg'achi taylar ekan. Jo, adam qo'shilmaydi. Ha, ko'rdingizlar? Bu tay qancha bo'ladi? 35? 35 ming so'm kemi bor ekan. Urg'achi erkakmi? Erkek tay ekan. Baytova. Ko'rdingizlar. Janar berke. O'rda keladi. Bundan o'qdim. Taylar qanchadan bo'ladi aka? Halal 50 ming.
50 mingden. Erkek taylar urgaç gana. Erkek urgaç aralaş 50 ming so'mdan kemi vardı ötken. Kaçadan so'ralışat? Argандай 40'tan so'ralışat deydi. Argандай boladi endi bu yerде. Al şu katar hem chetden bir söpre. 34 bin so'mga sotib alınıp Natay. Özür. Natay çaga? Tay qancha oldu aga Natay? Satılabı? Qancha bu? 35 bin so'm degan Natay. Urgaç erkek. Erkek tay ekan. Bunda taylar qanchadan aga? 70 bin so'mdan. Paroda qaysi paroda aga? Точно bilmaysiz. Biroq turish turpati o'ta yaxshi taylar ekan. 70 bin so'mdan kemi bor. Qanchadan so'rashadi? 65 dan so'radi. 65 dan so'radi beradi. Ikki erkek ha? Oğlum ikondan. Hatta Ikki erkek ekan. Ha. Gözler hazır. Jaqqini 70 dan odasiz. Jaqqini 70 dan kimni oldi? Eko? Bu ekodan erkek. Yo'q, mana ushul eko erkek taylar qarangizlar. 70 dan deb nay o'rtasini aytdi hozir akamchi. 75 dan deb nay ekonni qarangizlar. Qimmat aytib. Ben ham bozor emay oladi da. Qarangız. O'ta yaxshi. O'zini tortib qo'y, o'zini. Da hurmatlı ağalar ejeler, bugün sizler Özgö mal bazarındağı жылкы, baytal, beylerden jana şundaylı taylardın balar bilingizler. Suluş pikirler bolsa kommentarya altırыңыздар. Kanalga katal etip подписчик noktaсын basıp, qo'ng'iroq çanını basıp qo'yсаңыздар, bizden gelgen videolardı birinchi yerden bolup görөсүздөр. Tinchlikda, amandыкта bolуңуздар.